Ha, dadasi, sizga nima bo'lyapti? Kallamga bir cho'tki g'oya kelmayapti. Menda bitta mavzu bor. Ma'qul desangiz aytamiz. Like bosib tarqatishsa zo'r tegardi foydamiz. Davay, qani aytchi g'oyangni, yaxshi bo'lsa aytamiz, manfaatli mavzu bo'lsa zo'r qo'llaydi xalqimiz. Ba'zi bir qaynonalar kelinini sig'dirmaydi. Adabini beray deb kunu tun tindirmaydi. Bundaylar o'z o'g'lini hayotini bulg'aydi, lekin o'z qizlari zo'r yashashini xohlaydi. Sog' bo'lib mehnat qilsa, hamma uni alqaydi. Kasal bo'lib yotib qolsa, ota-onasi qaraydi. O'g'li kelinni sevsa, sirazi xotin quli. Kuyov qizini sevsa, haqiqiy yigit guli. Bundaylarni dastidan qancha oila buzildi. Minglab, balki millionlab otasiz bola o'sdi. Yomon kelinlar ham bor. Buni inkor qilmaymiz. Uni ham olib chiqamiz, izohlarda yozsangiz. Bu hammasi haqiqat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. 100 mingtaga oz qoldi, bizga obuna bo'ling.